أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar, bugün okumakçı olan dersimiz Suratut Tekvir, Tekvir suresi. Bu sure Mekke'de düşken surelerin qatarıdın. Yani karakter cihetте biz ilgiri okugan surelerden oxşaş. Yani arada özlük alıdığın mezmunu Allah'ın barlıq birliki, Allah'ın kudreti, kıyamet, tiriliş ve şunun oxşagan meselesi. Kıyamet, tiriliş ve şunun oxşagan aqide meselesi qatarlıq taraflarını özlük alğan buludu. Bunun ayeti 29 ayet. Sure asas cihetten çoğun 3 timini özlük alğan bulup Surenin 5'deki İza şemsu kuvirat ve izen nucumun kederat diye urundun tatip alimet nefsun ma ahdarat gıca kıyamette yüz biradigan işler meyli etraftaki canlılık hayvanlar olsun ya ki cansız tağ, derya, asmandaki yıldız, kuyaş qatarlıq bu cisimler olsun ya ki dünyadaki teklifat ilgisi olgan, vazife ilgisi olgan insanın ahvalı olsun yüz biradigan haletle bu edetilgangan. Yani vayronchiliklar, hayvanlardaki korkunuç, insandaki en ahirki körlüdigan halimet nefsun ma ahdarat. Yani en ahirki insan tunup yedigan korkunuç qatarlıq mesele. Yani kıyamet meselesi bilen sure başlangan. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala ikinci mezmunda فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ degan ma otturdaki timida Peygamber Aleyhisselam'ın meselesi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlik meselesi ve bunun hatta inkar kılgıcılar düşmanlarının tutkan pozisiyesi. En ahirki surenin ahirki deyimizde فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yani müşriklerninki azgın yolda ketavatqanlığı, bularning muşuluğu qarta birilgen en ahirki agahlandırış meselesi tilga ilingan. Sure bu 3 temaga bölünüdü. Abdur bu 3 temini dersimizdeki Beyne Yedeyi Sura degan mezmun astaga sözledi. Abdur davatıdı Suratut Tekvin min as-suwaril mekkiyye ve hiye tu'alicu hakikateyn hammeteyn huma hakikatul qiyame ve hakikatul vahyi ve risale degan iki temini öz. Bu sure muhim iki mahiyet, iki hakikatni oturup koygan bulup bu ikisi kıyametinin meselesi, kıyametinin hakikati, vahiy ve peygamberliknin hakikatinden ibaret. İkilisi imanның muhim taleplerinden qatarıdır. Bu ikisi bolmadı, bu ikisi bolmasdan iman olmaydı. Annekin surenin birinci temisi davatıda abdur. İbtida'at suratul kerime bi bayanil qiyame ve ma yusahibuha min inqilab kevni hail. Sure kerime kıyametni bayan qilish ve kıyametke egişip keladigan zor kainattaki özgürlüklerini bayan qilishdan başlandı. Bu özgürlükler quyoshni, yulduzlarni, tağlar, dengizlar, zemin, asman, hayvanlar, yavayi hayvanlar ne özgürlük aldı? Kema yaşmil şundaqla insanın özgürlük aldı. Kainat nayt iğir derecede uzun titreydi. Bu titreşte kainattaki mevcudiyetki barcha narsalar yentasir çeşilip gidiyordu. Ve la yebqa şey, hiç narsa qolib qolmaydi illa vaqat tabaddala. Faqat qolib qolganlari aşu qo'rqinish kunda yuz beradigan ishlarning qo'rqinchidan o'zgarib boshqa holatlarga kirib tag'ayyara va tabaddala degan o'zgarib olmuş boshqa holatga kelib qoladi. Va huvallah iza ash-shamsu kuwirat va iza an-nujumu kadarat va iza al-jibalu suyirat va iza al-isharu uttilat va iza al-wuhushu hushirat va iza al-biharu sujjirat degan oyatlarda tasvirlanadi. Bu birinchi mazmun. İkinci mazmunda thumma tanawwalat haqiqatal vahyi
وصفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقاه سورة وهينن حقيقتini o'ziga olgan va shu vahiyni topshirib oladigan payg'ambarning haqiqatini sifatini o'ziga olgan ondan keyin mushu vahiy bilan xitob qilingan kishilarning ahvolini o'ziga olgan bo'lib bu ahvollar yoki bu ahvollar nazala liyanqulahum ularni zulm shirkning zulmat dalallaridan ilm iymonning nuriga yetkazish uchun tushgan mushu vahiy orqali xitob qilingan kishilarning ahvollarini o'ziga olgan. Bu mazmunlar fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم degan ma oyatlarda tasvirlangan. Oxirda وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن الكريم. Qur'oni Karim haqidagi mushriklarning gumon o'y fikrlarining botilligini bayon qilib sura oxirlashgan va sura bu Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolodan bandalarga tushirgan bir mav'iza ekanligini tilga olgan. Bu mazmunlar fa ayna tadhhabun in huwa illa zikrun lil alamin liman sha'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allohu robbul alamin degan mazmunlarda tasvirlanadi. Şunu bilan suraning oldidagi mazmunlar bu. Endi biz suraning tafsiriga kirishdan ilgari suradagi bir qism lug'atlarni, so'zliklarning ma'nosini tushunib olaylik. Inkadarat deganimiz tanafarat ma'noda chechib ketsa degan ma'noda. Ishor degani ashroning ko'pligi bo'lib, homila bo'lganga 10 oy o'tgan tuguni ko'rsatadi. Kushitat tartilgan nuziat quliat yani yulib elingan degan ma'noda. Dilinde kushitat jildushat degan ma'noda shaklda oladi yoki nazaat kashattu jildashatda qo'yning terisini qana qildim, suyab oldim deb bir jumlalar va tarjima qilishga to'g'ri kelib qolsa nazaatuhu salahtuhu anha yani terini qo'ydim, tortib ajratdim, so'ydim degandek bir ma'noda. Al-khunnas yani khunnas deganimiz gündüzde yuşurunadigan, nur chechib turadigan yulduzlarni ko'rsatadi. Ya'ni gündüzde yushurinib, ko'zning g'oyib bo'ladigan bu xonisning ko'pligi. Kunnas normalda g'oyib bo'ladigan yulduzlarga kunnas deymiz. Kanasa deb qo'yamiz, uvuzga kirib olsani. Kannas degani odatda kiyiklar panalanadigan kichik o'rinlarni kanas deb qo'yamiz. Shu yerdan chiqarilgan kanasa yushun degan ma'noda. Asa degani odat lug'at ma'noda asa keldi ketdi. Ikki xil ma'noga ma'noda keldigan ma'noda ketdigan ma'noda. Lekin oyatda keldi, yani o'zining qorong'ulik bilan keldi degan ma'noda. Halil deyotdi. Asal layl degani kechining kelganini asal layl deb qo'ydi. Kechining ketganini asal layl deb qo'ydi. Bu lug'atda adbatlarning qatoridan, ya'ni bir so'z ikki xil qarama-qarshi ma'noni o'z ichiga olgan so'zlarning qatoridan. Shoir dedi: "Hatta idha subhu laha tanaffasa wa injaba anha layluha wa as'asa." deb. Ya'ni tangning bir nafaslanib tang etishi bo'lib qolgan vaqtida tangning kechisi ketib qoladi. Injaba keldi, as'asa qana qildi, ketdi degandek bir ma'nolarni ifodalaydi bu o'rinda. Oyatning tafsiriga kelsak, Abdur tafsirini boshladi. İza shamsu kuwirat, ya'ni quyosh qana qilingan vaqtida, ya'ni hozir iza shamsu kuwiratdan tortib oxirisi nagacha va idal jahimu su'irat va idal jannat uzlifat qicha bo'lgan hamma ahvollar. Hadihil ayat qiyomatning qo'rqinchining bayoni va shu qiyomatda bo'ladigan qattiqlik krizislarning bayoni, koinot mevcudiyat bo'ladigan o'zgarish ko'rinishlari, xarob bo'lish ko'rinishlarining bayoni hammasi shargacha. Men dedim, idza shamsu kuwiratdan tortib alimat nafsu ma ahtaratgacha bo'lgan o'zgarishlarni tilga oladi. Davotida Alloh idza shamsu kuwirat, ya'ni quyosh o'chirilgan vaqtida. Ya'ni luffat muhya dawuha degani quyosh yo'gilib, uning nuri o'chirilgan vaqtida. Tasavvur qilib olsanglar bo'ladi. Qop-qorong'u kechida atrof zulmatga to'lgan vaqtida sizlarda bo'ladigan bir hissiyat bo'ladi. Har holda sizlar kunduzi dunyoning yurib, olamning yurib, kechasi qorong'uligini biladigan bo'lgan vaqtda kechig'u deb o'ylaymiz. Shunda olsin bir xil tunimiz shu kunda qop-qorong'u
Qiyomatda quyoshning nuri o'chdi degan gap dal kechaga o'xshash. Balki kechadan o'ta qorong'ulikma dunyoni bosib degan gap. Shuni tushunsan, tasavvur qilsanglar bo'ladi. Atrof yo'qlik yo'q. Va idan nujumun kadarat. Ya'ni yulduzlar o'z o'rinlaridan tushib cheshib ketsa. Demak, azroq yo'q tashlaydiganga yulduzmi yo'q endi? Quyoshmi yo'q? Yulduzmi yo'q? Va idal jibalu suyirat. Yani tağlarning hammasi tuz bo'lib ketsa. Suyirat asl lug'at ma'noda hurrikat min amakiniha, yani mangdirilsa o'z o'rnidan harakatlanib va suyira fil havo, yani havoda misli uchib hatta sarat oxirisida kalhaba chang tuzonga o'xshash so'rilib ketsa, tog'lar tuz bo'lib ketsa deb tushunsak bo'ladi. Xuddi yana bir oyatda Alloh subhanahu va taoloninki va yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza. Biz u kunda tog'larni tuz qilsak, sen zaminning oshkorligini bu tarafda turib, u tarafini ko'ralaydigan shaklda tuz bo'lganligini ko'ralaysan. Va idal isharu uttilat. Yani tögülenmesi kuyvetse. Yani va idan nu hamildor tugula. Yani boğaz tugula tarakat hamlan bila ra'in wala talib. Bikağı kuyutilinse hemmisi, bikağı kuyutilinse, padişsiz ya izdigüçsüz halatta bikağı kuyutilinse. Ba'da nuqni tilg'anishning sababi xususan nuq bi zikri tilg'anishning chunki u arablarning mollarining eng asli. Demak, cho'g'ini insonga shu kunistiki qo'rqinishning dastidan, qo'rqinishning sababidan inson eng yaxshi ko'radigan narsalarning hammasini tashlab o'tirsa. Hammani tashlab o'tib, qarisi yo'q, quyutilgan vaqtida. Bo'ldi, nima chatag'im, u nima chatag'im deydiganga mukammaylik Allohsi. O günüzde hiç mi kemayın kallıska? Muşta derecede bu qasa. Ve idel vuhuşu huşirat. Yani yavai hayvanlar mı? Özrünün uğulurdun evkar digen uva, ahşar digen uva. Korkunuşunun qattiqliqidan gangrab bir yerga toplansa. Ay yavai hayvanlarning mı? Yavailigi qolmaydi. Masalan, Afrika çöllerinin ba'zidagi ko'rinishlarni ko'ramiz. Ussuzluk qattiq olib ketgan vaqtida masalan shirlar, ziraflar, yav atlar, yav tag'il atlar masalan odatda normalda bir-biriga hujum qilib ikib turadigan hayvonlar ussuzluk tufaylidan ko'lda tang suv ichayotgan ko'rinishlarni ko'ramiz ba'zi. Mushunda dunyodagi oddiy bir ko'rinish. Ve bu ussuzluk uni bir yerga akiladi. Bir-biriga hujum qildimi deya qiyomat bo'lgan vaqtida qo'rqinchdan yavai hayvanlarning hammasida hujum qildilar. Nerede qoladi? Chunki qo'rqincha bo'ladi. Va idal biharu sujjirat. Yani dengiz qizdirilgan vaqtida, yani dengizlar o't bo'lib yolqinjisa, kuyib turadigan, yolqinjab turadigan o't qo'yib qolgan vaqtida va idan nufusu zuwijat. Her kishilar, her nafslar öz xili bilan bir yerga to'plangan vaqtida, ya'ni nafslar o'ziga o'xshash kishilar bilan bir yerga to'plansa, fajir bilan solih bilan to'plangan vaqtida. Tabarida aytadi, solih odam bilan jannatda bir yerga yig'iladi, yomon odam bilan yomon odamning o'tirisi do'zaxda bir yerga qana qildi, yaqin keltiriladi deb mushta tafsir qilgan. Va idal mawudat su'ilat bi ay dhanbin qutilat. Ya'ni tirik peti kümütilgan qiz qotilga tavba qilish ustidan qatilni ayıplash ustidan u o'ltirilgandek nima gunoh qilingan? Bi ayyidan bin qutilat. Nima sababdan o'ltirilgan deb so'ralgan vaqtida tashildi keldi. Mauda deganimiz arablarning ba'zisi shu qizlarni yomon ko'rganligidan yoki qizlarga bo'lgan kundashligidan tirik ko'mutadigan qizlarni mauda deymiz. Qiyomat kunisi bi ayyidan bin qutilat. Nima deb o'ltiribdi ekan seni? Nima deb o'ltirildi ma qiz? deb qatilga qarata ayıplash, tavbih degan ayıplash yo'ldan so'ralgan vaqtida, ya'ni savol so'roq maydoniga ekilingan vaqtida. Va idha suhufu nushirat, ya'ni amal daftarlari tarqitilib, hisob qilingan vaqtda, yeyilgan vaqtda, hisob ejilish uchun, indal hisob qilingan vaqtda, yeyilgan vaqtida. Va idha as-samaa'u kushitat, osmon yo'qtilib, o'z o'rnidan yo'qtilgan vaqtida, xuddi teri qo'yini yo'qtilgandek, osmon degan narsa yo'qtilib, uçukçılık halat ötken vaqtida. Va idal jahimu su'irat, cehennemning o'ti yiqilib, Allah'ın düşmanları için qizdirilgan vaqtida. Demek çoğuna hem de o vaqtida bugünkü dünyadaki tasavvur, bugünkü dünyadaki görünüş, bizning bugünkü dünyadaki ruhiy kayfiyatimizning
hiç birisi qap qalmaydi demekçi. Aldığımızda sual so'roq o'tamisak kiradigan davzaq. Keynimizga chekinish yo'limiz yo'q, chunki dunyoligini yo'qoldi. Tog'larning hammasi qumtalqon bo'ldi. Normal yaşadığan holat qolmadi. Yulduz yo'q, quyosh yo'q, bizga ko'rinayotgan ay yo'q. Hayvonlarning hammasi qo'rqinchidan normal turmushini buzib bir yerga yig'ilib, bir xil qo'rqinch holat kelgan vaqtida Vaydal jannatu uzlifat. U bir azob bo'lsa, matrabdan jannat yaqinlashtirilsa, ya'ni jannat muttaqilarga yaqinlashtirilsa, udniyat qurribat yoki. Ya'ni matrabga qarasak bizni qattiq tatib turadigan jannat va matrabga qarasak qattiq qo'yadigan do'zax va maholatdagi tasavvuramdi. Oxiratni biz hozir tasavvur qila olmaymiz. Bu dunyoning o'zidimi bir oddiy imtihon o'tasak xizmatga erishadigan, o'tamasak ishsiz qoladigan bir ishga tanlashning o'tirdim shunchalik jiddiylashamiz. Ba'zi hayot mamotlik yoki xayriyat shariat o'tirdiki, ba'zi saylanlarga qarasak, ba'zi nuqtaliq vaqtlarga qarasak, shu vaqtdagi bizning jiddiylashishimizni ko'rib olib bo'ladi, tasavvur qilib bo'ladi dunyodami. Demak, dunyodagi u ish o'yoq tutilsin, qiyomat kunisi qap qalsaq menga qap qaradigan, yashasaq menga yashaydigan do'zax va jannat ko'z oldimizga akilib, o'tgan, qilgan bütün ishlarimiz oldimizga tashlanib, bizning keyniga yenish fursatimiz yo'q holati burun yashagan bütün muhitimizning hammasi buzib tashlanib, burunda demak holatda aliman nafsun ma ahdarat. Shu vaqtida inson o'zi qilgan bütün ishlarni shu vaqtda esga oladi. Shu vaqtda biladi. Ya'ni har nafs o'zi qilgan yaxshilik va yomonliklarni shu vaqtda biladi. Ammo alimat nafsun degan jumla surning boshida ilgari o'tgan bütün shartlarning javobi, ida shamsu kuwiratun mishaqija. Ya'ni ma'no shu ajoyib g'aroyib ishlar yuz bergan vaqtida har nafs o'zi qilgan yaxshi va yomon yoki yomon ishlarni hammani shu vaqtda biladi. Deb bo'lib qiyomat mustaqil qo'nishlik qish. Shu ahvol cho'qim yuz beradi. deb andagin Allah subhanahu va taala Qur'onning rostligiga, payg'ambar alayhisolatu vasallamning risolatining sahihligiga qasam qilib turib davotidi. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Ya'ni men kunduzi yoshirinadigan, kechasi oshkor bo'ladigan nurliq yulduzlar bilan nihoyat kuchli bir qasamni qilamanki, al jawaril kunnas, ya'ni menga quyosh va ayolam bilan seyr qiladigan, patqa vaqti yushirinadigan, xuddi kiyiklar o'zini o'z qo'yishirinaganda, g'ardirga qo'yishirinagandek, yushirinadigan ma yulduzlar bilan qasam qilaman deb Alloh osmondagi 2 xil yoki shu xildagi yulduzlarning hammasidan qasam qildi. Imom Qurtubiy davotida yulduzlar kunduzi yushirinib ketsa oshkor bo'ladi. Patqa vaqtda yushirinadi, xuddi kiyiklar g'arlarga qana qilgandek yushirinagandek. Vallayli iza asas, ya'ni o'zining qorong'ulik bilan kelib koinotning hammani yo'qigan kecha bilan qasam qilaman. Va subhi iza tanaffas, ya'ni otqa vaqtga tong bilan qasam qilaman. Tong bilan qasam qilamanki yurib ketsa, atrofni yuritgan vaqtga qasam va yuriqliqi hammaga kengaygan, hattoki ro'shan bir kunduzga aylangan tong bilan qasam qilaman. Innahu laqawlu rasulin karim. Men qasam qilayotgan ish nima bo'lsa, hozir innahu laqawlu rasulin karim dal qasam qilingan narsa. Ya'ni mushu Qur'oni Karim Allohning kalomiki, aziz, Allohga aziz bo'lgan farishta bilan Jibril alayhisalom bilan tushirilgan Allohning kalomidir. Ya'ni bir oyatda nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin oyat bor emasmi? Mufassirlar dedi, bu yerdagi rasuldan maqsad Jibrilni maqsad qilmoqchi. Qur'onni buningga nisbat berib, laqavlari bu Qur'onning rasulning so'zi degani shu rasul kelgan so'z degan gapda bu Qur'onni uningga nisbat berishi, chunki kelgan, ya'ni navjabi, u amaliyat Allohning so'zi. Mana bu murad mushu oyatdan maqsad annal murad bihi Jibril qawluhu ba'dahu. Yani bunun murad Jibril ekanligining dalili, Jibril ekanligiga dalolat qilgan mazmunlardan birisi dal Alloh taolaning keyindagi zi quvvatun 'inda zil arshi makin deb ma'ayat. Yani bu nihoyat kuchli arshning qashida makin, quvvati qattiq urinagan,
Yani urunlagan degeni bunda mertebelik urun degisi sahibi mekan rafi'a büyük mertebe ilgisi demekçi. Ve Allah'ın nazarında büyük urun derece ilgisi bu Cibrail aleyhisselam demek. Muta'in thumma amin. Yani bu yuqorqi alamda itoat qilinadigan malaikalar hammasi bunga itoat qiladigan, yaxshi malaikalar bunga itoat qiladi va uni payg'ambarlarga aytadigan vahiyga qarata omonatlar, mu'taman, mashta bir farishta va ma sahibukum bi majnun. Yani sizlar sahib tumuhu hamra bo'lib yashayotgan, sizlarning qashingizda sizlarga vahiyni yetkazayotgan va hamroyinglarni Muhammad, Quraysh ahli, sizlar uning rasulligini tunigan, pokligini tunigan, aqlning o'tkuligini tunigan. Muhammad laysa bi majnun, o majnun emas. Xuddi sizlar o'ylagandek. Tafsir Xazin avtorida aytadi, Alloh subhanahu va taolo shunga qasam qildiki, Qur'onni Jibrilul Amin aytishdi. Va Muhammad alayhisalom majnun emas, Makka ahli degandek deb ma'ishga ishga qasam qildi. Demak, Alloh payg'ambar alayhisalomdan jununni ve Kur'an'ni Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında işgallikini inkar kılıyor ki Kur'an'ni Muhammed özü davamlagan. Belki Kur'an'ni Muhammed'e Cibrail Aleyhisselam düşken deb muş işki qasam qildi. Ve laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ve yana qasam qildi Allah bu yerda nimaga desa Muhammed Aleyhisselam Cibrailni özünün perişti sübtida. Yani Allah onu şu üstüde yaratgan, şunu üstüde yaratganligini, şu halat yaratgan perişti sürtüde Quyosh chiqadigan joydagi mashriq tarafdagi uchuq ufuq tarafda o'stirdi ko'rgan. Bahrda keldi, mushu ko'rish Hira g'orining vaqaligi Hira g'orining ishidan keyin bo'lgan. Endi Jibril alayhisalom ne payg'ambar alayhisalom osmon ziminining o'tirdagi kursining ustida ko'rgan o'stirdi-da. Bu vaqtda Jibril alayhisalomning lahu, ya Jibril alayhisalomning 600 qanoti bo'lib, Jibril alayhisalom mashriq bilan mag'ribning o'tirini to'ldirgan. Sadda degani bir og'an. Ve ma huwa alel gaybi bidanin. Yani Muhammed Aleyhisselam vahiyge bixilemez. Onu yetkizişte, onu ögütüşte herkes kemçillik ötkezmeydi, irinip kalmaydı, evamaydı. Ve ma huwa belki özünün Rabbinin risaletine bütün amanetdarlık ve bütün rasululuk olan kanaklığı yetkizdi. Ve ma huwa bi kavli şeytanirracim. Yani bu Kur'an şeytanirracim'in sözü emez. Yani ma Kur'an mel'un şeytanın sözü emez. Xuddi müşrikler degendek. Hem de en ahiriste Allah müşrikçular gepinde boğan deyinken müşrikler hitap kılıp fe ayne tezhabun. Hem üzerlerinin yolu qarab bakınlar. Sizler nerede ketivatsızlar? Ne qarab bakınlar? Kıvat kılınlar ne bu? Yönlüşünler ne ketivatıdı? فأي طريق تسلكونه في تكذيبكم للقرآن سلانون قرآن الكريم إنكار قلشان قيس يولد كتبات السلا Peygamber Aleyhisselam'ın sehirgerlik, şiir, şairlik kılan töhmetinlerde qaysi yolda menvatsizlar, nemiga asaslanvatsizlar, qandaq paketga tayinvatsizlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın paketlari intayin roşan, hüccetlerine ait uçuq turib. Hada kema taqul. Xuddi bu ayet yuqoridagi ayet to'g'ri yo'lni tashlab maymoq agur bugur yo'lda mangan odam degandek, "Ma ro'shan yo'l, ne ketib borsa, ma iniq yo'l to'sa" degandek deymiz qo'yadimiz turmi? Ma Qur'onmi ashtaqta quvvatida Allohga. In huwa illa zikrun lil alamin. Yani ma Qur'on faqat bütün xalqlarning hammasiga vaz nasihat va nasihatdir. Limen sha'a minkum ayastaqim. Yani aranglardan to'g'ri yo'lda mangishni xalaqallohga, yani aranglardan haqiqatga agishni xalaqallohga, Allah'ning shariatida mangishni xalaqallohga, yaxshilarning yo'lda mangishni xalaqallohga ma Qur'on vaz nasihatdir. Va ma tashauna illa ayyasha Allohu robbil alamin. Yani sizlar Allah'ning tavfiqisiz, Allah'ning lutfisiz bir narsaga erishamaysizlar. Agar qalbingizdan haqiqiy to'g'ri yo'lda mangmoqchi bo'lsanglar, qalbingizdan Allohdan tilanglar ki fatlubu minallohi at-tawfiq la afdalut tariq. Yani sizlar to'g'ri eng yaxshi yo'lga muvaffaq qilinishga Allohdan so'ranglar. Muvaffaq qilinishni Allohdan so'ranglar. O'zingizlar mangmaysiz, o'zingizlar tanlamanglar. Sizlar oldi bilan qalbingizni saplab, men haqiqat izlaydim deb tilanglar, Alloh sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.